Lekin bu darsimizda model va unda harakatlanishni yana bir bor ko'rib o'tamiz. Modelimiz ikki qirrali ko'rinishda hozir turganini sizlar bilan gaplashib o'tgan edik, x va y. Aslida esa modelimiz uch qirrali, bunda z o'qi ham mavjud. Shunchaki bizlar modelni tepasidan qarayotganimiz uchun z o'qi bizlarga ko'rinmayapti. Modelni uch qirrali qilish uchun shift tugmasini bosib turib, shu bilan birgalikda mishkaning aylana tugmasini bosib mishkani qimirlatsak, modelimiz ana shunday uch qirrali rejimga o'tadi. Bundan tashqari, bunday turgan paytimizda ana shu view kubning bironta qirralariga bossak, ana shu qirra orqali bizlarga ko'rinishni beradi. Mana bunday tarzda hozir aksionometriya ko'rinishiga o'tdik. Mishkani ko'rsatkichni view kubning ustiga bosib turgan holda mishkani aylantirish orqali ham modelimiz bo'ylab harakatlanishimiz mumkin. Ma'lumot o'rnida buni ham aytib o'tishim kerak. Bundan tashqari, vidlar bor joyni mana bu yerdan ham o'zgartirishimiz mumkin. Hozir sverxu, ya'ni tepa ko'rinishda turibdi. Pastki ko'rinishdan ham qilishimiz mumkin. Yoki yon, chap hamda boshqacha ko'rinishlarda qilishimiz ham mumkin. Hozir bironta fayl ochaman. Endi buni ko'rinishni o'zgartiramiz. Misol uchun pastdan. Hozir chertejimiz bunaqasiga ko'rinyapti, chunki bizlar boyagi chizmani pastki qismidan ko'ryapmiz. Ko'rib turganingizdek, ismlari ham chappa ko'rinyapti. O'z joyiga qaytaraman. O'z joyiga qaytdi. Model hamda unda harakatlanish bo'yicha kerakli ma'lumot berdim deb o'ylayman. Hozir bundan tashqari prostranствоmiz, ya'ni interfeysimizdan mana bu navigatsiya panelini olib tashlashimiz mumkin, chunki u oddiy bizlar mishka yordamida qiladigan ishlarni takrorlab qo'ygan. Bu esa bizlarga kerak emas. Buning uchun minuschaga bosaman hamda panel navigatsiyani olib tashlayman. View kub haqida gapiradigan bo'lsam, umuman olganda 2D chizmada view kub kerak emas, lekin turgani ma'qulroq, xalaqit bermaydi. Faqatgina razmerini ozgina qisqartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, parametr uni ustiga o'ng tugmani bosib, parametr view kubda uning razmerini salgina kichraytirishi mumkin. Avtomatik tarzda misol yo'qotamiz hamda mana bu eng kichkina emas, undan bitta kattaroqqa qo'yamiz. Bundan tashqari, prozrachnosti bor. Buni sal ko'rinadigan yoki chotki tiniq ko'rinadigan qilishimiz mumkin. Salgina xiraroq qilsak ham bo'ladi hamda OK ni bosamiz. Mana bunday bir chekkada turadi. Bizlarga xalaqit ham bermaydi. Ba'zi vaqtlarda kerak bo'lib qolishi ham mumkin. Hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.